Hech eshitganmisiz, turklar bir gapi bor. Biz o'zbeklar bilan bir qavmimiz deyishadi. Rostdan shunaqami? Keling bugun shu savolga javob topamiz. Turkiylarni O'g'iz qabilasi bilan birga yashagan dastlabki qabila bor. Bu Saljuqiylar. Saljuqiylar Sirdaryo bo'ylari va Qozog'istonning janubida yashadi. Undan keyin Sirdaryoning quyi oqimlariga va undan keyin Moronahar hududlariga keldi. Ular G'aznaviylar bilan urushdi Xorasonda. Undan keyin 1055-yilda ular Bag'dodni egallashdi, Arab xalifaligini. Va 11-asrning oxiriga kelganda ular Olti Osiyoga va undan keyin Kichik Osiyoga yurushlari juda ham kuchayib ketgandi. 1071-yilda Saljuqiylar Vizantiya bilan jang qildi. Vizantiyani hukmdori Romantor Diyogenni Manskritda yutishdi va 11-asrning oxiriga kelganda ular Kichik Osiyoni deyarli egallab olishgandi. 11-asr oxirida Saljuqiylar juda kuchli davlatga asos soldi. Davlat hududi O'rta Yer dengizidan to Sharqiy Turkistongacha, hozirgi Xitoydagi Urumchi hududlariga cho'zilgan juda ulkan davlatga asos solishdi. Bu xalq hozirgi turklarning shakllanishiga zamin yaratdi. 13-asrning 20-30-yillarida yangi bir etnos shakllandi. Saljuqiylar negizida mahalliy aholi bilan qorishgan holda yangi turk xalqi shakllandi. Ya'ni hozirgi turklar bilan bizning yurtimizda yashagan o'sha o'zbeklarning ildizi, ya'ni asosi bitta. Ya'ni o'sha Saljuqiylardir.